120 Damas liniyasiga chiqib juda ham bir ma'noli so'zlarga duch keldim. Sizlarga ham shuni ilmoqchiman. Qaranglar, sevgidan ololmagan alamingizni eshikdan olmang iltimos. Bu gaplar tagida juda ham ma'noli so'zlar yotibdi. Aka, bu so'zlarni nimaga yopishtirgansiz o'zi? Endi bu so'zga keladigan bo'lsak, ayrim insonlar bor, o'zi arzimagan 5000 so'm pul berishadi, eshikni ortiqcha qattiq yopib yuborishadi. Biz bu bir dona eshik uchun olib boradigan bo'lsak, bir usta ortiqcha katta pul oladi. 500 ming, 600 ming, 700 ming so'm pul oladi bir dona eshigimiz uchun. Shuning uchun shuni yopishtirganmiz. Hurmatli yo'lovchilar, sizlardan iltimos, alamlarini eshikdan olmanglar. Pul topish oson emas. O'zlaring bilasizlar, issiqda yuribmiz. Biz ham shu yo'lovchilarimizni uzoqni yaqin qilaylik deb chiqyapmiz. Sizlardan iltimos, eshikni sekinroq yopinglar. Akamiz juda ham to'g'ri aytdi. To'g'ri, sizlar 5000 so'm pul berib tushib ketasizlar, lekin bu eshikni sizlar bergan puldan 10 barobar, 100 barobar qimmat pulga o'rnatishadi. 500 ming, 1 million pulga o'rnatishadi. Bu akalarimiz ham tirikchiligi bor. Iltimos, hurmatli yo'lovchilar, eshiklarni sekinroq yopib tushib ketinglar.